Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Hamim. Amin. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Bu kitap yani Kur'an g'olib, hammani bilguchi Allah tarafidan nozil qilingandir. G'afiriz zambi va qobilit tawbi shadidil iqabi zit tawli la ilaha illa huwa ilayhil masir. Allah günahını məğfirət qılğucudur. Tövbəni qubul qılğucudur. Allah'ın azabı qatlıqdır. Allah inam egisidir. Onundan başqa heç ilah yoxdur. Aqibət qaytıdığan joy onun dərgahıdır. Ma yujadilu fi ayatillahi illallazina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Allah'ın ayetleri yani Kur'an doğrusunda fakat kafirler mücadele kılışıdı. Ularning şehirlerde berip kelip yürüşlerine mağrur bulup ketmegen. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Ular yani Mekke kafirlerden burun Nuh'nun kavmi ve ulardan kiyinki peygamberlerine karşı uyuşkan Ad ve Semud'a o'xshash cemaatler peygamberlerini inkar kıldı. Peygamberlerini inkar kılgıcı ümmetlerden her ümmet özlerinin peygamberlerini Allah kılışını qasdildi. Haqni bekar qilish uchun batıl sözler arqılıq peygamberler bilen münazir qilishdi. Şunun bilen ularni Allah qildim. Mening azabım qandoq ekan? الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Shuningdek, yani ilgirki ümmetlerge tegishlik bo'lgandek, Parvardigoringning azobi kofirlarga tegishlik bo'ldi. Ular dozaq ahlidir. Arishni ko'tarib turgan ve arishning cho'rsidagi farishtalar Parvardigoriga tasbih aytidi, hamda aytidi. Uningga iymon aytidi, mo'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytidi: Parvardigorimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Tavba qilganlarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qilgin. Ularni do'zax azobidan saqlagin. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Parvardigarimiz, sen ularning ota-bobolardan, ayollardan, avlodlardan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilguvchisan. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtahu wa dhalika huwal fawzul azim. Parvardigarimiz, sen ularni yaman ishlardan saqlagin. Sen kimni yaman ishlardan saqlaydi ekansan, shubhisizki bu kunda sen uningga rahmat qilgan bo'lasan. Bu cho'ng baxtdir. Innallazina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum iz tud'auna ila al-iman fatakfurun. Shubhisizki kafirlarga Allah'ın dünyada sizlerge bolgan gazipi sizlerinin ahirette bir-biringlarga bolgan gazipinglardan işip düşüdü. Çünkü sizler imanға davet kılınattыңlar, lekin iman etmayttыңlar, deb nida kılındı.
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Ular Parvardigarimiz bizni ikki qitim o'ltirib, ikki qitim tirildirding. Biz gunohimizga iqror qildik. Endi chiqish yo'l tepilarmi deydi. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Bu şunun uchundir ki, sizlar Allah'ni bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga sherik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilisizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilisizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlarga ko'kdan yomg'ir bilan rizq tushirib berdi. Faqat Allohning toatiga qaytgan kishilarla Allohning oyatlaridan vaz nasihat oladi. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Kafirlar yoqtirmagan taqdirdimi dininglarni şerikdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilinglar. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Allah'ның mərtəbəsi yuqurdur. Allah arşning egisidir. Xaloyiq muloqot bo'lishadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirish uchun Allah o'z hukmi bo'yicha bandalardan xohlagan odamga vahiy tushirdi. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Ular qabrlardan chiqqan kunda Allohga, ulardan, ya'ni ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfiy qolmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Bugun har odamga qilgan amaliga yarasha jazo beriladi. Bugun zulm yo'qdir. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Ularni qiyomat kunidan ogohlantirgin. U chaqda dillar qo'rqinishning qattiqligidan bo'g'izlarga qoplashib oladi. Ular qayg'u hasratga to'ladi. Zalimlarga yaqin do'st va shafaati qabul qilingan shafaatchi bo'lmaydi. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yo'shirin narsalarni bilib turdi. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Allah adillik bilan hukm chiqardi. Ular Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlar hech narsaga hukm chiqarishga qodir emas. Allah haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning ishlarini ko'rib turg'uchidir. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا
في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Ular ziminde seyir kılıp, ulardan ilgiri ötkenlerinin akıbetinin qandaq bolğanlığını küzetmedimi? Ular bolsa ziminde güç kuvvet ve yadıkarlıklar, yani üy imaret kuruş cihatte, bular, yani senin kavminin kapırlardan üstün idi. Günahı tüpeyilden Allah ularını ceza aldı. Ularını hiç ehadi Allah'ın azabından saklap kalalmadı. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Bu şunun üçündür ki, ularga peygamberleri roşen möcüzlerini ilip gelgen idi. Ular işenmedi. Şunun bilen Allah ularını ceza aldı. Allah hakikaten küçüktür. Allah'ın azabı kattıktır. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Biz Musa'nı möcüzlerimiz bilen, roşen delil bilen hakikaten Firavunga, Hamanga ve Qarunga evettik. Ular Musa'nı yalgancı, sihirger deyişti. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Musa ular dergahimizden hak, yani peygamberlik bilen kelgende, ular Musa bilen iman etkanlarının oğullarını, neslini kurtuş için öldürünler, ayallarını hizmet kişiliş için kaldırınlar dedi. Kapırlarının hile mikri fakat berbat buludu. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. Firavun etti, beni koyutanlar, Musa'nı öldürmen. Musa özünü menden kutulduruş için Perverdigarını çakırsın. Ben hakikaten Musa'nın dinlerini özgertip etişidin, ya ki ziminde, yani devlette kalayımkançılık tuğduruşundan korkumen. وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Musa etti, ben hakikaten benim perverdigarım ve sizlerinin perverdigarınlar bolgan Allah'ı sığınıp, hesap günü, yani kıyamet günüge işenmeydiğen, her bir mutekebbirinin ziyankeşlik kılışıdan panah dileymen. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Firavun xanedanıga mensup, imanını yoşurduğan bir mümin adam etti. Sizler Perverdigarım Allah degan kishini o'ltiramsizlar. Halbuki u sizlarga haqiqatan Perverdigarlarning dargohidan ro'shan dalillarni ilib keldi. Agar u payg'ambarlik da'vosida yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchilikning ziyni uning o'zigidir. Agar u rostchil bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi.
Allah haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Ey qavmim, bugun saltanat sizlarning ilkinlardadir. Misr zaminda sizlar g'olibsizlar. Agar bizga Allohning azobi kelsa, uningdan qutulishga bizga kim yordam berdi? Firavun aytdi. Men sizlarga faqat nimani to'g'ri deb qarasam, shuni maslahat beraman. Sizlarni men faqat to'g'ri yo'lga boshlayman. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Mömin adam aytdi: Ey qavmim, sizlarning Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash va ularning keyingilarga o'xshash jamoalar uchirgan jazoga uchurchinglardan qo'rqaman. Alloh bandalarga zulm qilishni xohlamaydi. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. Ey qavmim, men sizlar uchun haqiqatan qiyomat kunidan ansirayman. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. O kunda dozaq azabının dəhşətindən qorxub arqanlarga çekinsizlər. Sizlərə heç Allah'ın azabından qutuldurğucu bolmaydı. Kimki Allah onu gumrah qılıdıkən, onu hidayət qılğucu bolmaydı. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Şək şübhəsiz ki, ilgiri sizlərə Yusuf Allah'ın dərgahıdan roşan möcüzələrini elib gəldi. O elib gələn dəlildən sizlər aman şəklendinglər. Ta ki o vafat bolğanda dəlil paksız halda Allah onundan keyin hergiz peygamber əvətməydi dedinglər. Allah günahda ədidin aşqıçını, dində şəklengücünü muşundaq azdırdı. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Allah'ın ayetleri üstüde özlerge Allah tarafından kelgen hiç qandaq dalil bolmagan qarşısıga janjallışıdığanlar Allah'ın dərgahida ve müminlerinin nazarda qattiq nafratga qoladi. Buzg'unchilik qilib imondan bosh tortgan, bandalarga zo'migarlik qilgan har qandaq odamning dilini Allah mushundaq pechatlaydi. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. Firavun vaziri Amanға: "Ey Aman, manga bir egiz bino salgin. Uning bilan men darvozlarga, osmonning darvozalariga yetishim mumkin. Shuning bilan men Musoning ilohini ko'ray. Men haqiqatan Musoni yolg'onchi deb gumon qilaman", dedi. Firavunga uning yomon amali shundoq chiroyli ko'rsatildi. Firavun gumrohligi tufaylidan hidoyat yo'lidan man'i qilindi. Firavunning hiyla mikrlari faqat bekordir. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. Firavun xonadonidan iymon etgan kishi aytdi: "Ey qavmim, sizlar menga ergishinglar. Men sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayman." يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Ey qavmim, bu dünya tirikçiligi faqat vaqtliq foydalanishdan iboratdir. Oxirat haqiqatan mangulik qarorgohdir. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Kimki bu dünyada birer yamanlıqni qildikan, uningga oxiratda shuningga loyiq jazo beriladi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, kimki o'zi mo'min turib birer yaxshi ish qiladigan, ana shular jannatga kirdi. Jannatda ularga hisobsiz rizq beriladi. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. Ey qavmim, menga nimadir ki, sizlarni men dozaqdan qutulishga da'vat qilaman. Sizlar bo'lsanglar meni dozaqqa da'vat qilsizlar. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga sherik keltirishga da'vat qilasizlar. Halbuki men sizlarni g'olib, bandalarning gunohlarini nihoyat mag'firat qilguvchi Allohga da'vat qilaman. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Haqiqatan sizlar meni uningga, ya'ni butqa ibodat qilishga chaqirsizlar. Uning dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirg'ini yo'q. Bizning oxir boradigan joyimiz Allohning dargohidir. Gumrohlikda haddidan oshquchilar ahli do'zaxdir. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Sizlarga azob nozil bo'lgan chaqda sizlarga aytgan so'zimning rostligini eslaysizlar. Men ishimni Allohga topshiraman. Allah haqiqatan bandalarni ko'rib turg'uchidir. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Allah uni Firavun jamoasining suiqasdidan saqildi. Firavun jamoasiga eng yomon azob nozil bo'ldi. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ular attigini oqshimi o'tqa to'g'rilanib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda, ey Firavun jamoasi, azobning eng qattiqiga do'zax o'tiga kiringlar deyiladi.
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. O çağda ular dozaqda özara münazirleşidu. Aciz əgəşküçülər hakavur əgəşküçülərə: "Şübhisizki biz sizlərə əgəşkən idik. Bizdən dozaq azabıdan bir qismini elib taşlaya alamsızlar?" deydi. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Hakavur əgəştürgüçüləri: "Şübhisizki biz həmmimiz dozaqdadırmız. Allah haqiqatan bandalarning orasida hukm chiqardi" deydi. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Dozaqdakilar dozaqqa muvakkal farishtalarga: "Sizlar Parvardigoringlarga duo qilinglar. U bizdan bir kunlik azobni yeniklatsishgan" deydi. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Ular, yani dozaqqa muvakkal farishtalar: "Payg'ambaringlar sizlarga ro'shan mo'jizlarni elib kelmaganmidi?" deydi. Ular, yani kuffarlar: "Ha, elib kelgan edi" deydi. Ular, yani farishtalar: "Sizlar duo qilinglar, lekin kofirlarning duosi foydasizdir" deydi. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Şək şübhəsiz ki, biz peyğəmbərimizə, möminlərə hayatı dünyada və fəriştə, peyğəmbər və möminlərdən bəndələrinin əməllərinə guvah boludğan, guvahçılar hazır boludğan gündə əlbəttə yardım verimiz. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. O gündə kafirlərinin özürləri fayda verməydi. Ular lənət küçürəydi. Ular ahiretinin azabığı duçar boludu. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. Şübhisiz ki biz Musa'ga hidayet ata kıldık. İsrail avladıga kitap, yani Tevrat'ını miras kılıp verdik. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. O akıl ilgileri üçün hidayettir ve nasihattir. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Ey Muhammed! Müşriklerinin yetküzgen əziyyətlərə səvr qılğın. Allah'ın sana ve senin təvəllərinə yardım veriş vədisi haqiqatan haqdır. Günahınğa istiğfar etqin. Akşamı ettigini Parvardigarınğa hamd bilen tesbih etqin. İnnellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi bighayri sultânin etâhum in fî sudûrihim illâ kibrun mâ hum bibâlighîh. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Şübhisiz ki
Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarisiga janjallashadiganlarning ko'kraklarida faqat kibri bor. Ular Allohning nurini o'chirishdan iborat maqsadiga yetolmaydi. Allohga sig'inib, ularning sharidan panoh tiligin. Haqiqatan Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Ama bilan ko'z ko'rdigan odam, ya'ni mo'min bilan kofir barobar bo'lmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qilguvchi odamlar barobar bo'lmaydi. Sizlar oz vaznasat olisizlar. Innas sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Qiyomat cho'qim keladi. Uningda shak yo'q. Va lekin insonlarning to'lisi uningga ishonmaydi. Shuning uchun ular o'lgandan keyin tirilishni, qiyomat kuni beriladigan mukofot bilan jazoni inkor qiladi. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Parvardigoringlar aytidi, menga duo qilinglar. Men duoyinglarni qabul qilaman. Tiligininglarni beraman. Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib baş tortadiganlar xor oldi jahannamga kirdi. Allohu allazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Innallaha lazu fadlin 'alan-nasi walakinna aktharan-nasi la yashkurun. Kunduzi ishlab yetgan arg'onliqdan aram elishinglar uchun Allah sizlarga kechini qorong'u qilib yaratdi. Tirikchilik yo'lida harakatlanishinglar uchun kunduzni yo'riq yaratdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlidir. Va lekin insonlarning to'lisi Allohning ihsoniga shukr qilmaydi. Allohning marhamati va ne'matlariga nonko'rlik qiladi. Zalikumullohu robbukum xoliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ani shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Hamma narsani yaratquchidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketisizlar? كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Allah'ның ayetlerini inkar qilganlar hidayetden ve hakikatten şundak burulup ketidi. Ey Muhammed, kavmingning Allah'ның ayetlerini inkar qilganlikka qayg'urib ketmagin. Ulardan ilgari o'tganlar mushundaq qilgan. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah sizlarga zaminni turalg'u, osmonni bino qildi. Sizlarni suratga kirgizdi. Surtinglarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ani shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Olamlarning parvardigori Allohning barkati buyukdir. Huval hayy la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisin lahud-din. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah hayotdir.
uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Dininglarni sherikdan va riyodan sop qilgan holda uningga ibodat qilinglar. Jami hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Ey Muhammed aytqin ki, Parvardigorimdan menga ro'shan dalillar kelgan chaqda sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlarga ibodat qilishdan man'i qilindim. Olamlarning Parvardigoriga bo'ysunishga buyurildim. Huvallazi xalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Allah sizlarni, yani atanglar Adam aleyhisselamni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan abi mandin, ondan laxtiqondan yaratdi. Ondan o sizlarni ananglarning qornidan bovoq oltinglarda chiqirdi. Ondan kuch-quvvat va aqlda kamolat deshi, Qur'on vaqtinglarga yetisizlar. Ondan qeyriyizlar. Ba'zinglar burun vafot bo'lib ketisizlar. Ondan sizlar muayyan vaqtgacha yashaysizlar. Sizlar Allohning qudratining dalillarini tushungaysizlar. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah tirildirishga va o'ltirishga qodir. U biror ishni qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Allah'ның ayatlari üstüde janjallashayotganlarni ko'rmadingmi? Ular qandaqmı hidayatdan gumrohlikqa burilib ketadi? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Ular kitapni, yani Qur'onni inkar qildi. Payg'ambarlarimizga biz nozil qilgan mo'jizlarni inkar qildi. Ular uzoqqa qolmay inkar qilganliklarining oqibatini biladi. Izil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun fil hamim thumma fin-nar yusjarun. O çağda, yani dozaqqa kirganda ularning bo'yinlarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Ular qaynoq suvga so'rab kiriladi. Ondan o'tni ko'ydirildi. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. Ondan ularga Allah'ını koyup şerik keltirgen butlarınlar qayerda deyildi. Ular o butlar özlerini bizden chetga aldı. Belki biz ilgiri hiç nersige ibadet kılmaydık deydi. Allah kapırlarını muşundaq gumrah kılıdı. ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. Bu azap sizlerinin ziminde haksız revişte günah qilib pul molni harom yo'llarga sarf qilganligingiz uchun xo'shal bo'lganligingiz va akavur bo'lib ketganligingiz uchundir. Udkhulu abwab jahannam khalidin fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin.
Sizlar dozaqning darvozalaridan kirib, u yerda mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nimidiga yomon? Fasbir inna wa'dallahi haqq. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Ey Muhammed, qavmingning seni inkor qilganligiga sabr qilgin. Allohning ularni azoplash to'g'risidagi va'dasi haqiqatan haqdir. Sana biz ularga va'da qilgan azobning bir qismini ko'rsatsak, bu Allohning va'dasiga vafo qilganlikdir. Yoki seni uni ko'rsatishdan burun vafot qildirsak, ular bizning dargohimizga qaytarildi. Qiyomatda ular azobga duchor bo'ladi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Senden ilgiri biz hakikaten nurgun peygamberlerine avattık. Ularning orasidan sana bayan qilib berganlarimizmi, bayan qilib bermaganlarimizmi bor? Hech qanday payg'ambar Allohning iznisiz biror mo'jiz keltirolmaydi. Allohning amri, ya'ni qiyomat kelgan chaqda kishilarning orasida adolat bilan hukm chiqarildi. Bu chaqda haq qarshi turg'uvchilar ziyon tortadi. Allohul-lezî ja'ala lakumul an'ama litarkabû minhâ ve minhâ ta'kulûn. Minishinglar va go'shtlarni yeyishinglar uchun Alloh sizlarga hayvonlarni yaratdi. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Ular sizlarga nurg'un foyda keltirdi. Ularga minib dilinglarga pukkan hojitinglardan chiqisizlar. Quruqlikda yuk taqlaringlarni ularga ortisizlar. Dengizda kiyimlarga qochilaysizlar. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar Allohning qudratining qaysi alomatlarini inkor qilasizlar? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Bulardan ularning soni ko'p edi. Zaminda kuch-quvvat va yodgorliklar, ya'ni uy imorat jihatda bulardan ustun edi. Ularning qo'lga keltirgan narsalari ularga asqatmadi. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizlar bilan kelganda, o'zlarida bor ilm bilan faxrlanib, payg'ambarlarni inkor qildi va masxir qildi. Ularga o'zlari masxir qilgan va kelsi deb oldirgan azob nozil bo'ldi. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik. Biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda etgan iymonning
ularga foydasi bo'lmadi. Bu, ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydaliq bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi.